Bismillahirrahmanirrahim. Durus lug'at, durus lug'atlar arabiyya, ikkinchi qism 12-chi dars. Hamda 12-chi darsni boshlashdan ilgari darsdagi maqsadli grammatikalarni so'zlab o'taylik. Bugungi darsimizdagi asosli maqsad qilingan grammatikaning birinchisi fe'l mudori'ni turlash. Bu to'g'riliq biz ancha-muncha savodimiz bor, buni turlab ko'ndik. Ikkinchisi inna va anning farqi jumladagi kelish o'rni. Ana men oldingi bir darsda shurub mushabbaha bil filmasida inna bilan anni to'g'riliq so'zlagan. Har ikkalasining asosiy ma'nosi o'zining kelgan jumlaning mazmunini ta'kidlaydi, kuchlantiradi. Ammo farqi inna jumlaning mazmunini ta'kidlaydi xolos. Anna jumlaning mazmunini ta'kidlash bilan birga jumlani mastarga aylantiradi, ismga. Masalan, inna Muhammadan talibun desa, Muhammad haqiqatan o'quvchi degan ma'noda. Ammo anna gap qolsa, anna Muhammadan talibun deb jumlalarning oralig'ida gap qolsa, Muhammadning o'quvchiligi deb tarjima qilamiz. Ikkisining mushunchalik farqi bor. An jumlalarda qanday farqlantiramiz degan vaqtda inna jumlaning 5-dan keldi. Masalan, inning oldida bir narsa kelmaydi. Ya'ni kelaydi demakchi. Anna jumlaning 5-da kelinmaydi. Cho'qim uning oldida ma'lum bir bo'lak kelib, o'sha bo'lakning ikkinchi bo'lagi hisoblanib keladi anna. Masalan, anna deb gap boshlig'i bo'lmaydi. Cho'qim oldida ma'lum nima bo'lishi kerak, bo'lak bo'lishi kerak. Mana farqi mana shu. Hozircha ikkinchi so'zlanadigan grammatikalik mazmun kunlarning, ya'ni haftadagi kunlarning ismi. Masalan, bir haftada 7 kun bor emasmi? 7 kundagi yakshanba, dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba deganlarning ismi. Yakshanba degani yawmal ahad, dushanba yawmal ithnayn, chorshanba yawmal thulatha, payshanba yawmal arbi'a. Seshanba qoldimi? Seshanba yawmal, dushanba yawmal ithnayn, seshanba yawmal thulatha, chorshanba yawmal arbi'a, payshanba yawmal khamis, juma yawmal jumu'a, shanba yawmal sabt degandek 7 xil nom bilan ataladi. Yawmal ahad, yawmal isnayn, yawmal thulatha, yawmal arbi'a, yawmal khamis, yawmal jumu'a, yawmal sabt. Mana shu nuqtani bilib olsak, undan boshqa alohida grammatika uqumi yo'q, ha? Oldi bilan so'zliklarni bir o'qib tarjima qilaylik. Al-kalimatul jadida dawa'un adwiyatun wajibatun jarun jiranun tilmizun talamiza tilmizatun tilmizatun raqmun arqamun hatifun hawatifu amalun a'malun waqtun awqatun wazirul kharijiyya shahida yashhadu dahika yadhaku. Davaun dora, adviya ko'pligi, vajibatun topshiriq, jarun qo'shna, jiran ko'pligi, tilmizun shogird o'quvchi, talamiza uning ko'pligi, tilmizatun qiz o'quvchi, qiz shogird qilmoqdi, tilmizat uning ko'pligi, raqmun numur, arqam ko'pligi, hatif telefon, havatifu ko'pligi, amalun ish xizmat, a'malun ko'pligi, vaqtun vaqt, awqat ko'pligi, vazirul kharijiyya tashqi ishlar ministri, shahida yashhadu ko'rdi ko'ryotidi, qatnashdi qatnashyotidi, guvohlik berdi guvohlik beryotidi degan ma'noda. Shu xil ma'nosi kuchga ega. Dahika yadhaku kuldi kulyotidi. Ama dialogni
أول ما برقوق ترجمة بري. الدرس الثاني عشر. ماذا تفعلين يا أم أحمد؟ أبحث عن الدواء الذي أخذته من المستشفى أمس. هل هو على المكتب في غرفتي؟ كيف حالك اليوم؟ لعلك اليوم أحسن. نعم، أنا اليوم أحسن والحمد لله. متى تذهبين إلى المستشفى؟ فأذهب بعد ساعة إن شاء الله. مع من تذهبين؟ سأذهب مع أحمد. أتعرفين الطبيبة التي ذهبت إليها أمس؟ نعم، أعرفها. اسمها الدكتورة سعاد. يقولون إنها أحسن طبيبة في المستشفى. ماذا تفعلون يا أبنائي؟ نكتب الواجبات. أتفهمون الدروس جيدا؟ نعم، نفهمها جيدا والحمد لله. أي سورة تحفظون الآن؟ أما أنا فأحفظ سورة الملك، وأما هؤلاء فيحفظون سورة القلم. ماذا تفعلين أنتن يا بناتي؟ نحن الآن نلعب. أفي وقت العمل تلعبن؟ متى تقرأن الدروس ومتى تكتبن الواجبات؟ نحن قرأنا الدروس وكتبنا الواجبات والحمد لله. أحسنتن يا بناتي. هكذا تفعل التلميذات المجتهدات. متى تذهبن لزيارة خالتكن؟ أتعرفن أنها مريضة؟ نعم، نعرف ذلك، شفاها الله. سنذهب لزيارتها هذا المساء إن شاء الله. يا أحمد، أتعرف متى يرجع الجيران من مكة؟ قال لي يوسف إننا سنرجع في الأسبوع القادم. أظن أنهم سيرجعون يوم السبت إن شاء الله. معذر بالترجمة قوتي. 12. درس حامد بلان أم أحمدنا وطردكي ديالوغلا. ماذا تفعلين يا أم أحمد؟ أم أحمد نمش قواتسيس. أبحث عن الدواء الذي أخذته من المستشفى أمس. تنقل دكتور خاندن آغان دورنز دواتما. هو على المكتب في غرفتي. و من يتخمدك استده. يعني بعد ترجمة جريانة دا سلا أساسلق بيل مضارع إنك هرخل ترلني شكل دقت قلنا. أنك إننا أننا إيش التشكيل دقت قلنا. إن أصل جملنا مضمون أزغرت مايدو. أن جملنا مضمون اسم أزغرت. شو نقطة دقت قلنا. أنك ألدنك جملة الذي ألدنك درس دب أتوق قان دقن معنا ده. كيف حالك اليوم؟ بقول أهوالنس قندا. لعلك اليوم أحسن. بقول يخشوا دايما. هنا بعد يخشوا دايما دقنا يخشوا بلوشون أمد قلمان دقنك أمد شكل دقبيل. يخ جملة. نعم، أنا اليوم أحسن والحمد لله. شنداب. من بقول يخشى الله شكره. متى تذهبين إلى المستشفى؟ دكتور خانقا قچن برسز. تذهبين. شكل شخص أي الله برلك شكله. سأذهب بعد ساعة إن شاء الله. الله خالصا برساعة كين برما. ما ورندك سأذهب دك السين في المضارع قشلغان كالق الزمان قشم تسي. مع من تذهبين؟ كم بلن برسز؟ سأذهب مع أحمد. أحمد بلن برما. أتعرفين الطبيبة التي ذهبت إليها أمس؟ سيز تنجن برغان دكتورني تنمسيز. الطبيبة التي برغان دكتور. نعم، أعرفها. شنو تنما؟ اسمها الدكتورة سعاد. ونسمه دكتور سعاد. يقولون إنها أحسن طبيبة في المستشفى. ولانم ديشتا و دكتور خاندك أن يخشى دكتور كان. ماذا تفعلون يا أبنائي؟ بالرم نمش قوات سلا. تفعلون أرلك كبلك شكين شخص شكله. نكتب الواجبات. تفشرقلاني يزواتمز. أتفهمون الدروس جيدا؟ درسلاني يخشى شنو تمثله؟ نعم، نفهمها جيدا والحمد لله.
Allohga shukr, shundoq Allohga shukri yaxshi tushunyapmiz. Ya'ni qilyapmiz, aytyapmiz. Fe'l mudori hozirgi zamonni ifodalayapti. Ayya suratin tahfazuna al-an. Hozir qaysi surani yodlayapsizlar? Amma ana fa ahfazu suratal mulk. Amma men bo'lsam sura mulkni yodlayapman. Mana turgan darsdagi amma kelgan jumlada ammaning jazo jumlasining javob jumlasida nima ko'radi? Fa. Va amma haula fa yahfazuna suratal qalam. Amma bular bo'lsa sura qalamni yodlayapti. O'xshashlar ammaning javobida kelgan fa yahfazunga fa kiryapti. Diqqat. Va maza taf'alna antunna ya banati. Qizlarim, sizlar-chu nima ish qilyapsizlar? Mishalga sizlar-chu degan gaplarni chiqarsanglar, va mazadagi vo'dan chiqadi. Ya'ni oldingi jumladanki ulashib jumlasi ekanligini isbotlaydi, ifodalaydi. Nahnu al-an nal'ab. Biz hozir o'ynayapmiz. Afi vaqtil amali tal'abna? Ish vaqtida o'ynayapsizlar? Mata taqra'na durus? Darslarni qachon o'qiysizlar? Va mata taktubna al-wajibat? Topshiriqlarni qachon yozasizlar? Nahnu qara'na ad-durus va katabna al-wajibat. Alhamdulillah. Biz darslarni o'qib bo'ldik, topshiriqlarni yozib bo'ldik. Allohga shukr. Ahsantunna ya banati. Yaxshi qildinglar qizlarim. Hakaza taf'alu at-tilmizat wal-mujtahidat. Tirishcha o'quvchi degan mushunda qiladi. Mata tazhabna li ziyarati xalatikunna? Sizlarning hammachanglarni yo'qlashga qachon borsizlar? Ata'rifna annaha marida? Uning kasalligini bilamsizlar. Mana o'rinda jumlaning oldiga anna keladi, jumlani ismga aylantirib kasalligini deb tarjima qildik. Diqqat. Naam, shundoq. Na'rifu zalik. Shuni bilamiz. Shafahalloh. Alloh shifolik bersin. Sanazhabu li ziyaratiha hadha al-masa inshaalloh. Alloh xolisa uni yo'qlashga bugun kech boramiz. Hazal masal deganga mushu kech degan gap, ya'ni bugun kech demakchi. Ya Ahmad, atarifu mata yarji'u al-jiran min Makka? Ahmad, bilamsa, qo'shnilar Makkadan qachon qaytib keladi? Qala li Yusuf, innana sanarji'u fil usbu' al-qadim. Yusuf menga biz kelaka haftada qaytib kelamiz degandi. Azunnu annahum sayarji'una yawm as-sabt inshaalloh. Mencha ular shanba kuni qaytib keladi. Yoki Alloh xolis ular shanba kuni qaytib keldi-ku deyman. Tekis tushunishlik bo'lgan bo'lsa, mashqlarni bir qurib tushunib o'tib ketaylik. Tamarin, ko'nikmalar. At-tamrinul avval, birinchi ko'nikma, sahih ma yali, tuandikilarni to'g'rilang. Ana bu mazmun jihatda darsga asoslangan bo'lg'achqa, biz avval darsni tushunib bo'lgandan keyin to'g'rilishimiz kerak. Masalan, birinchisida tabahasu Umma Ahmad anil mibtah. Umma Ahmad ochqish izlayotdi. Dars mazmunida ochqish izlayotmaydi, to'g'ri izlayotdi. Shunga o'xshash mazmunni tushunib bo'lgandan keyin ishlashimiz kerak. Kelasi soat ishlaymiz. Ikkinchi mashq an-nisl fa'ila fi kulli min al-jumal al-atiyah. Tuandagi jumlalarning har birida fa'ilni ayollik o'zgarting. Fa'il ayollik o'zgargan ekan, filmu mas qadamda ayollik shaklga o'zgaraydi. Masalan, ata'rifu al-lughat al-arabiyya ya sayyidi? Apandim, arab tilini tushunamsiz? Bujundagi ata'rifudagi fa'il tigidagi anta. Biz antini ayollik o'zgarsak, filmu mas qadamda o'zgarib, nima o'zgaraydi? Ata'rifina al-lughat al-arabiyya ya sayyidati? Xonim, arab tilini bilamsiz? Ata'rifin anti. Wa maza ta'kulu ya Muhammad degani? Ya Fatima, maza ta'kulin? Ta'kulni nima o'zgartiramiz? Ta'kulin. Shunda qog'ozlarni ishlasak bo'ladi, ha? Uchinchi mashq. Tuandagi jumlaning har biridagi fa'ilni yana ayollik o'zgartirib deyapti. Yana o'xshash, ha? Masalan, ayna tazhabuna ya ikhwan? Bunidagi fa'il tazhabundagi vo, ya'ni tigidagi antum. Endi bu antumni biz antumga o'zgartirsak, filmas qadamda o'zgaradi. Masalan, ayna zahab, ayna tazhabna ya ikhwan degan qog'ozlarni shu bo'yicha ishlasak bo'ladi. To'rtinchisi, tuandagi jumlaning har biridagi mubtadoni igini ko'plikka aylantiring. Masalan, birinchi biz bergan misol, ana afhamu dars jaydan. Mubtada qaysi? Ana. Anani ko'plikka aylantirsak, ana nahnu o'zgaradi. Nahnu o'zgargandan keyin uning keyingi mas qadamda ko'plikka o'zgaradi. Masalan, ana afhamu dars jaydan. Men darsni yaxshi tushunaman. Nahnu nafhamu dars jaydan. Nahnu o'zgaradi, afhamu nafhamu o'zgaradi. Qog'ozlarini shu bo'yicha o'zgartirsak bo'ladi. 5-chi mashq amama kulli jumlatin sighatan lil fi'li. Har bir jumlaning oldida fe'lning ikki shakli bor.
İxtar as-sighata as-sahiha va akmil bihal jumla. To'g'ri shaklni tanlab, buning bilan jumlani to'liqlang. Masalan, birinchisida fi ayyi sanatin ya fatat. Hay qizchaq, qaysi yillikda deyotdi. Endi bunda cho'qim o'quysiz degan gap uyg'urcha. Endi mush qizchaqqa mas holatdagi o'quysiz degan gapni arab tilida nima deymiz desa, tadrusin ikki til keldi. Buning qaysi mas albatta qiz bo'lgandan keyin, ayol bo'lgandan keyin tadrusin kelish kerak. Qolganlarini mo tirnoqchidagi bizga berilgan ikki shakldagi tilning mas keladiganlarini tanlab o'shuni qo'ysak bo'ladi, ha? 6-chi mashq ta'ammal al-amsilata al-atiyya. Tundagi misollarni o'ylab baqing. Masalan, bu misolda asosligi inni bilan annining jumladagi farqi. Masalan, sami'tu annaha ahsana tabibatin fil mustashfa. Yaquluna innaha ahsana tabibatin fil mustashfa. Ammo ishki jumla tarjima qilib baqala. Sami'tu mana da tarjima qilamiz. Anna o'zidan jumlani ismga aylantirg'achqa, uning doktorxonadagi eng yaxshi doktor ekanligini angladim. Annadan kelgan butun jumla bir ism ma'nosida. Uning doktorxonasidagi eng yaxshi doktor ekanligini angladim. An ikkinchi jumlani tarjima qilgan vaqtda uni da tarjima qilib bo'lmaydi. Ularning deyishicha u haqiqatan doktorxonadagi eng yaxshi doktor ekan. Inna jumlaning mazmunini o'zgartmaydi, o'z bilan ta'kidlaydi. Anna jumlaning hammani yig'ib akib bir ismga aylantirdi. Shuni uchun olsak bo'ldi. Undan keyingi misol qarab baqsak, masalan, innal Qur'on kitobulloh. Qur'on haqiqatan Allohning kitobi. Bu bir tushuntirishlik nuqta. Ikkinchi nuqta qala yaqulu degan fillardan keyin gap qolsa, inna o'qiymiz. Birlam fila qala yaqulu degan fildan keyin gap qolsa, inna o'qiymiz. Qolgan fillardan keyin gap qolsa, anna. Mushuni tushunib olsak bo'ladi. Davatda masalan qaranglar, jumlaning boshida inna, qaladan keyin inna, boshqa fillardan keyin anna. Buni mushu qaratlab, anna bilan innani ayirib olsak bo'ladi. Anda olsa, tundagi jumlalarni innining hamzasini qoidaga solish bilan o'qing degani, anna o'qamiz, innimi obdan o'yinib baqing o'qing deyapti. Azunnu qalidan keyin gap qolsa, jumlaning besh gap qolsa, inna o'qiydigan bo'lgan, qolgan fillardan keyin anna o'qiydigan bo'lgan shundan deganda azunnudan keyin albatta anna o'qiladi. Azunnu annahu talibun jadid. Qala al-mudarris inna. Chunki qali kelgandan keyin qoldan keyin kelgan fil nima qiladi? Inna. Qolganlarini shu bo'yicha tushunsak bo'ladi. Diqqat, jumlaning 5 tikib qolsa inna o'qiymiz. Qalidan keyin gap qolsa inna o'qiymiz. Qolgan fillardan keyin gap qolsa anna o'qiymiz. 7-chi mashqda bizga asosliqi haftaning kunlarini biryapti. Yawmal sabt, yawmal ahad, yawmal ithnayn, yawmal sulasa, yawmal arbi'a, yawmal khamis, yawmal juma. Ya'ni shanba, yakshanba, dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma. Mushuni tushunib olsak bo'ldi.